alaykum. Uchtepada podyezdga kamera qo'yib keldik. Mana shu yerga mamlakatlarni ko'rib turish maqsadida o'sha yerga kamera qo'ydiryaptilar. Ukamizni shotgan tushayotgan odammi, bu yerdan chiqayotgan odammi ko'rib turadilar. Musa Tashabbiy tushayotgan ekan. Noxush voqealarni oldini olish maqsadida qo'yilyapti. Joriy yilning 20-yanvar kuni taxminan soat 00:15 larda Yunusobod tumani 11-mavzeda joylashgan ko'p qavatli uylarning birida 1995-yilda tug'ilgan mast holatda bo'lgan erkak shu uyda yashovchi 1974-yilda tug'ilgan fuqaroning xonadon eshigini tortib, qo'ng'iroqni bir necha marotaba chalgan. Noxush voqealar bo'lmasligi uchun podyezdga qo'ydirib qo'yish kerak. Imini podyezdga emas, boshqa yo'llarga ham, uylarga ham qo'ydirib qo'yinglar sharoit bo'lsa. Telefonni ko'rsatishi ovozi bor mana. Aylantirib 160 bo'ladi. Yaxshimi? Zo'r aka.